Samimiy duo kichik ziyofat bilan o'tkazilishi kerak bo'lgan nikoh marosimlari afsuski bugungi kunda isrofgarchilik, dabdababozlik avj olgan tadbirlarga aylanib qoldi. Respublika bo'yicha birgina nikoh to'ylariga qilinadigan 1 yillik sarf-xarajat hisob-kitob qilinganda o'rtacha 40 trillion so'mni tashkil etyapti. O'rtacha 40 trillion. Biz tartibga tushishimiz kerak. Charlari, kuyov chaqiriq, qudalarni tanishuvi va hokazo ko'p unaqalar. Hozir sanasak, jumani vaqti ham yetmay qoladi. Ko'p. U topuriladi, uyda o'tirib, o'ylab o'tiradimi, bilmadik uni. Shu mana shunaqa bir marosim qilsak qanaqa bo'lar ekan? Baraka toping, bo'ldi. Uni qilganini ko'rib, kengisini hamma o'sha odamning ketidan ketyapti keyin. Mana shu narsalarni tartibga solaylik azizlar. Xatna to'yida qarindoshlar va quda tomon turli majburiy sovg'alar olib kelishi. Majburiy. Bu narsalar ham joiz emas. Hatto ba'zi joylarda toyni bezatib kelishadi. Novvos olib kelishadi. O'zi olib keladigan bo'lsa-ku, muammo yo'q. Yana qaytarib aytamiz. Omadinglarni bersin. Qo'yi ham, toyi ham, haligi novvosi ham o'zingizlar boqyapsizlar. Lekin shu narsalar ham e'tiborga olib qo'yishimiz kerakki, odamlarning orasida el yurtning ichida yuribman, boshqalar qanaqa tushunarkin bu narsani? Ertaga bizning ketimizdan ergashadigan odamlar chiqib qolmasmikin yomon narsalarga degan narsa ham bo'lishligi kerak.